Tuproq bizni to'ydiradi, kiyintiradi. Zero u sayyoramizdagi bitmas tuganmas resurslar sirasiga kiradi. Shu bois tuproqni asrash, unumdorligini saqlab qolish bugungi kunda hayot-mamot masalasi sanaladi. Keyingi yillarda olib borilgan tuproq baholash va tuproqshunoslikka oid tadqiqotlar natijasida sug'oriladigan yerlarning qariyb 53,2% turli darajada sho'rlangani hamda geobotanik tadqiqotlar o'tkazilgan 5,7 million gektar yaylovning 10,8% turli darajada degradatsiyaga uchragani aniqlandi. Bu tuproq unumdorligida so'nggi 30 yil davomida faqat pasayish kuzatilyapti degani. Tuproq unumdorligining pasayishi esa nafaqat mahsulot ishlab chiqarish hajmiga, balki sifati va xavfsizligiga ham jiddiy ta'sir etadi. Dasturimizdan o'rin olgan muhofaza eshittirishi orqali mulohazalarimizni davom ettiramiz. Tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tuproqni muhofaza qilish choralari, tuproqning holatini yaxshilash va boshqa bir qator vazifalar davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshirilib kelinmoqda. Ayniqsa sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini pasayish jarayonlariga barham berish, tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilishning qonuniy asoslari ham mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda. E'tiborlisi, tuproq unumdorligini tiklash hisobiga mahsulot yetishtirish hajmi oshishiga hamda toza tuproqda sifatli va xavfsiz mahsulot yetishtirilib, eksport bob geografiyasi kengayishiga ham erishish harakati oshmoqda. Bu borada Navoiy viloyat agrokimyoviy tahlil markazi direktori Gulirano Xudoyqulova shunday deydi. Bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz tomonidan juda katta e'tibor qaratilyapti. Aynan mana shu ekologiyani himoya qilish, tuproqni muhofaza qilish, fermer xo'jaliklarini hosildorligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik barqarorlikni saqlash, xilma-xillikni muhofaza qilish, klimatik o'zgarishga moslashishda juda katta e'tibor qaratilyapti. Aynan tuproqni muhofaza qilish nafaqat fermer xo'jaliklar, balki barcha jamiyat a'zolari uchun dolzarb vazifa bo'lib, uning ijobiy natijalari kelajak avlod uchun muhim ahamiyat kasb qiladi. Navoiy viloyat agrokimyoviy tahlil markazimiz bir qancha qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida fermer xo'jaliklarini, nafaqat aholi tomorqalarini, bugungi kunda dala chetidagi nazoratsiz yotgan yerlarni ham tuproq unumdorligini oshirish, yaxshi hosil olishga qaratilib kelinyapti. Bugungi kunda cho'llanish dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlariga tahdid qilmoqda. Achinarlisi, bu ko'p jihatdan inson omiliga bog'liq bo'lib, tabiatdan ayovsiz foydalanilishi oqibatida tuproq va shamol eroziyasi cho'llanish jarayonlarini yanada tezlashtirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, respublikamiz hududining 70% yoki 31,4 million gektar tabiiy sho'rlanishga, qum ko'chkilari, changli bo'ronlar va garmsellar tarqalishi ta'siriga uchragan qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil maydonlardan iborat. Mutaxassislarning fikricha, respublikamiz hududining 70% yoki 31,4 million gektar tabiiy sho'rlanishga, qum ko'chkilari, changli bo'ronlar va garmsellar tarqalishi ta'siriga uchragan qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil maydonlardan iborat. Qariyb 10 million gektar yaylovlar tubdan yaxshilanishga muhtoj, deydi galdagi suhbatdoshimiz agroekologiya bo'limi boshlig'i Oyzoda Jumayeva. Viloyat agrokimyoviy tahlil markazimiz tomonidan mana 2025-yilda reja qilib 25 ming gektar maydon berilgan. O'sha rejani bajarish maqsadida tahlil markazimiz tomonidan tuproqni unumdorligini o'rganish, ularni tarkibidagi azot, fosfor, kaliyni ta'minlanganlik darajalarini o'rganish masalalari ko'rilmoqda. Viloyatimizda hozir tuproq unumdorligini asrash, degradatsiyaga uchragan yerlarni o'rganish maqsadida tuproqdan namunalar olinib kelinmoqda laboratoriyaga. 6000 gektar maydondan tuproq namunalari olindi. Olingan tuproq namunalari laboratoriyamiz tomonidan tahlil qilinmoqda. Tahlil natijalariga qaraganda tuproqni ta'minlanganlik darajasi ozroq past miqdorda ekanligi aniqlandi. Aniqlangan natijalarga qarab fermer xo'jaliklariga qo'llanma hisobida
agrokimyoviy kartogrammalar qilib berilmoqda. Tuproqda ta'minlanganlik darajasiga qarab mineral o'g'itlarni taqsimot qilinib berilmoqda. Tuproqni 0,8% gumus miqdorini oshirish maqsadida chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Markazimiz tomonidan maqsadimiz yerlarni gumus miqdorini oshirish. Mana paxta g'alla yerlarimiz bor. Paxta g'alla yerlarini almashlab ekishimiz zarur. Almashlab ekishdan maqsad nima? Mana beda ekadigan bo'lsak, yiliga 200-400 kilogramm azot to'plab beradi-da. O'sha azotni masalan 3 yilda beda ekadigan bo'lsak, almashlab ekadigan bo'lsak, o'sha yerda 700 kilogrammgacha azot to'plab beradi. Shuning uchun almashlab ekishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Almashlab ekishda bundan tashqari sidrat ekinlardan, dukkakli ekinlardan foydalanishimiz ham mumkin, qo'shimcha ekinlar hisobida. Demak, ekinni o'zi ham yerga foydasi bor. Foydasi bor. Havodan azotni to'plab beradi. Masalan, shu bedani aytyapmizki, mana 200 kilogramm, 400 kilogrammgacha yiliga azotni to'plab beradi-da. Bu degani 20 tonnagacha organik mahsulotni yig'ib berdi degan gap. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoni bilan tasdiqlangan 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi shubhasiz respublikada cho'llanishning oldini olish, o'rmonlarni qayta tiklash va ihota o'rmonlarini ko'paytirishga qaratilgan muhim hujjat bo'ldi. 2030-yilga qadar amalga oshirilishi zarur bo'lgan chora-tadbirlar qatorida yerlarning cho'llanish va degradatsiya darajasini kamaytirish, o'rmon resurslari, yaylovlar va yer resurslarini barqaror boshqarishni ta'minlash hamda Orol dengizining O'zbekiston tomonidagi qurigan tubida dov daraxtlar ekilgan maydonlarni ko'paytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish o'rin olgan. Cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish masalasi bugun dunyodagi eng global ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Birgina tuproqdan samarali foydalanish va unumdorligiga zarar yetkazmaslik ham ilmiy yondashuvni talab etmoqda, deydi Navoiy viloyat agrokimyoviy tahlil markazi direktori Gulirano Xudoyqulova. Bilasizmi, bugungi kunda juda ko'p eshitamiz-da, kimdadir mazasi bo'lmasa borib qon topshiradi, analiz topshiradi, analizga qarab davolanadi-da. Avvallari to'g'ri kelgan dori-darmondan foydalangan, tabiiy usullardan foydalangan. Bugungi kunda yerga ham xuddi shunday ilmiy yondashish kerak. Aynan tuproqni tarkibini o'rganib, unga to'g'ri keladigan mineral o'g'itlarni tabaqalashgan holda yerni talabidan kelib chiqib kiritsak, dehqonchilikni yana ham samaradorligini oshirib, tuproqni avaylab asragan bo'lamiz. Chunki mana hozir eshitamiz, ekologiyaga buzilib ketgan nima uchun, nimadan kelib chiqyapti? Oziq-ovqat xavfsizligi birinchi o'rin deyapman. Qachonki tuproqqa ekilgan har bir hosil albatta biz iste'mol qilamiz. Oddiygina paxtani olaylik. Paxta ekiladi, paxta hosilidan kerakli kiyim-kechak uchun ishlatiladi. Uni baribir kiyamiz biz. To'g'risida mana tolalar ishlab chiqariladi. G'alla ham xuddi shunday iste'mol qilinadi. Asosiy muhim iste'mol qilinayotgan un, yog' hammasi paxta bilan g'alladan olinadi. Hozir molni boqish uchun ham yem-xashakdan foydalanyaptimi? Qayerdan yeyapti? Yerdan olyapti. Yem-xashak yerda o'syapti. Qachonki tuproqning strukturasi buzilsa, o'sha yetilgan o'simlikni iste'mol qilgan hayvonlar ham organizmiga o'sha ta'sir qiladi. Mineral o'g'it bormi yoki manaki ortiqcha pestitsidlar deymiz, tuproqning tarkibidagi zararli elementlar organizmga xohlaymizmi, yo'qmi, iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz bilan kirib keladi. Bugungi kunda dehqonchilikni yana ham rivojlantirish uchun aynan Navoiy viloyatining har bir qarich yerini tuprog'ini tekshirib, ilmiy yondashgan holda dehqon xo'jaliklariga, fermer xo'jaliklar, mana aytib o'tyapman, aholi tomorqasiga ham kirib keldik. To'g'ri foydalanish, to'g'ri iste'mol qilish bu sog'lom turmush tarzi degani. Bu yoshi mana kelajak avlodga yerni bizdan keyingi sog'lom qilib, tuproqni muhofaza qilib yetkazish degani. Birgina tuproqning tarkibi hattoki o'sha salomatligimizga, naslimizning bir sog'lom bo'lib o'sishiga o'zini hissasini qo'shadi. Demak, bilishimiz kerak va ilmiy yondashishimiz kerak. Aynan biz bilib bilmay turib ham bugungi kunda tuproqqa zarar yetkazyapmizmi? Oddiy tomorqa yer egasi bo'lib turib. Qanday holatlarda biz o'sha ekin ekamiz yoki boshqa bir yumushimiz bilan biz tuproqqa zarar yetkazyapmiz? Bugungi kunda ko'pchilik aytadi, mana sug'orishga suv yo'q deydi. Ko'chaga chiqib ishlab, taksichilik qilib pul topishni ustun biladi. Agar bir sotik yeridan to'g'ri foydalansa, oilasini chiroyli boqishi mumkin.
faqatgina yerda strukturasini o'rganib, oddiy mana bahorgi ko'katlarni ekib sotsa ham foyda qiladi-da odam. Hozir mana dala chetiga ekiladigan daraxtlarni juda ilgari suryapti muhtaram prezidentimiz. Nima uchun? Xalqni kambag'allikdan chiqarish. Qachonki biz ana shu dala chetini hozir o'rganib chiqdik, bizani Navoiy viloyatimizda 285 ta fermer xo'jaligini yerini chetidagi ana shu dala chetlari va 490 ta drenajlar atrofi o'rganildi. Bugungi kunda yana ham o'rganilyapti. Hammasiga to'g'ri kelayotgan mahsulotlarni tuproq tarkibidan o'rganib chiqib yetishtirsak, u yetilgan daraxtning hosili yig'iladimi? Kimdir yig'adi. O'shanga ham pul to'lanadi. Kimdir qadoqlaydi, kimdir chetga eksport qiladi. Bu degani o'z-o'zidan xalq ana shu tuproqni strukturasidan kelib chiqib, samarali foydalanib, ham cho'ntagiga foyda bo'ladi, ham bizdan keyingi avlodga tuproqni muhofaza qilgan bo'ladi. Tabiatda uglerod aylanishida, suvning saqlanishi va filtrlanishida, zaminning toshqin va qurg'oqchilikka chidamliligini oshirishda ham tuproqning ahamiyati beqiyos. Tuproq sayyoramizdagi bitmas tuganmas resurslar sirasiga kiradi. Garchi tamom bo'lmasa-da, u yaroqsiz holga kelishi mumkinki, bunga asosan inson omili sabab bo'lmoqda. Odamzod ta'siri natijasida tuproqning foydali funksiyalari tobora zaiflashib boryapti. Bugungi kunda eroziya, zichlanish, sho'rlanish, organik va ozuqaviy moddalarning yuvilib ketishi, kislotalanish, ifloslanish va yer resurslarini boshqarishning nobob amaliyoti bilan bog'liq bo'lgan boshqa jarayonlar tufayli dunyodagi jami tuproq qatlamining 33% degradatsiyaga uchradi, inqirozga yuz tutdi. Bu esa tabiiyki har birimizni mushohada qilish vaqti yetganligini anglatadi. Tumanlardan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, mana Xatirchi tumanida, Karmana tumanida Narpay hududlari bor. Navbahor tumanlarida tuproqlari, unumdor tuproqlar sarasiga kiradi. Tuproqlarimizni tekshirib, unumdorlik qatlamini aniqlab, shu aholi tomorqalari ham kelib, tuproqni tekshiradigan bo'lsak, ta'minlanganlik darajasiga qarab, masalan, azot, fosfor qaysi elementdan kam bo'ladigan bo'lsa, masalan, organik o'g'it qaysi kam bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab beradigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hosildorligimiz ortadi. Tahlillarga qaraganda fosfor miqdori kam miqdorda, ayrim joylarda yaxshi joylari ham bor, lekin kamroq ko'rsatkich beryapti. Fosfori, kalisi o'rta kam darajadaligi aniqlanyapti. Gumus miqdori ham kam, juda kam joylari ham bor, yuqori joylari ham bor. Masalan, Xatirchi tumanlarida kaliy miqdori ham normada, azot miqdori kam miqdorda, gumus miqdori ham ayrim joylarda o'rta, yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatmoqda. Shuning uchun fermer xo'jaliklarimizga, aholi tomorqa egalariga aytmoqchi edim, yerdan foydalanishdan avval yerlarni analizlar qildirib, tahlil natijalaridan so'ng mineral o'g'itlarni taqsimotini differensial holda beradigan bo'lsa, hosildorligimiz 10-15% ga oshish ehtimoli bor. Har bitta jabhaga katta e'tibor qaratilgandek, dehqonchilikka, fermer xo'jalikka ham muhtaram prezidentimizning bir qancha qarorlarida juda katta imkoniyatlar berilyapti. Yoshlarga, fermer xo'jaliklarga, yerdan har bir foydalanuvchi uchun juda ham katta imkoniyatlar mavjud. Faqat ilmiy yondashgan holda ana shu tuproqning strukturasini o'rganib, ekilganda yaxshi natijaga erishadi. Lekin u narsa nimaga bo'lmaydi? Ko'pchilik aytadi, "Yo'q, bo'lmadi, yil bo'lmadi, qilmaymiz." Yo'q. Ekologik kurash xohlaymizmi, yo'qmi? Yil-yildan ekologiyamiz o'zgarib ketyapti. Shunga moslashib borish kerak. Mana yog'ingarchilikka qarang. Avval qanday bo'lardi, hozir qanday? Anomal qishni biz avval eshitmaganmiz. Mana kirib keldi. Yoki yozda juda ham issig'i. Xo'p, bularga qarshi kurash uchun bir qancha olimlarimiz tomonidan yerning strukturasi o'rganilib, organik o'g'itlar ishlab chiqarilyapti. Biologik preparatlar mana kasalliklarga qarshi to'g'ri foydalangan holda tuproqning strukturasini o'rganib, to'g'ri kelayotgan ekin turini ekib, ilmiy yondashgan holda hosilga ham harakat qilsa, yaxshi natijaga erishadi. U uchun ozgina bilim saviyani oshirish kerak, aynan mana shu tuproqni muhofaza qilish uchun. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qancha aytib o'tyapman, qarorlarda belgilab qo'yildiki, tuproqni muhofaza qilish usullari, aynan eroziyaga qarshi chora-tadbirlar, shamol va suv eroziyasini kamaytirish, daraxt va butalar ekish, kontur bo'ylab haydash, tuproqni
o'simlik qoldiqlari bilan qoplash, sho'rlanish va quruqchilikka qarshi kurash, yerni to'g'ri sug'orish va drenaj tizimlarini yaratish, tuzsizlantirish usullaridan foydalanish, o'simlik qoplamasini saqlash, tuproq unumdorligini oshirish, keyingi o'rinlarga organik va mineral o'g'itlarni to'g'ri ishlatish. Ya'ni yashil o'g'itlar deydi, hozir mana qo'lbola o'g'itlar ham juda ko'p chiqib ketdi. Aslida mana organik o'g'itlarni, mineral o'g'itga nisbatan organik o'g'itlarni yerga ko'proq kiritish koni foyda bu. Tuproqning ifloslanishini oldini olish, sanoat chiqindilaridan nazorat qilish, ya'ni tuproqni ishlab chiqarish juda ko'payib ketdi. Xohlaymizmi, yo'qmi, uni chiqindisi yerga tashlanyapti. U yillar davomida yerda strukturasini buzishga keladi. Aynan bugungi kunda mana shu chiqadigan chiqindilarni qayta ushlab, uni yerga zararsizlantirish oldini olishga harakat qilinyapti. Hammasini zamirida tuproqni, ona zaminimizni, har bir qarich tuproqni muhofaza qilish, himoya qilish asosiy vazifamiz. Yana mana fikrimga qo'shimcha qilaman. Tuproq tabiatning eng qimmatbaho resursi bo'lib, u yer ustidagi hayotning asosiy manbasi hisoblanadi. Biroq insoniyat faoliyati va tabiiy omillar ta'sirida tuproqning unumdorligi kamayib, u sho'rlanish, ifloslanish, eroziya va degradatsiyaga uchrashi mumkin. Shu sabab tuproqni muhofaza qilish qishloq xo'jaligi, sanoat, shaharsozlik va tabiiy resurslardan barqaror foydalanish sohada juda muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, agar munosabat o'zgarmasa, yangicha yondashuvlar joriy qilinmasa, 2050-yilda aholi jon boshiga sug'oriladigan va unumdor yerlarning umumiy maydoni 1960-yildagiga nisbatan 4 barobar kamayadi. Binobarin tuproqni asrash, unumdorligini saqlab qolish bugungi kunda hayot-mamot masalasidir. Chunonchi hozirda yer yuzasidagi 805 million odam to'yib ovqatlanmaslik va ochlikdan aziyat chekmoqda. Keyingi 35 yilda aholining shiddat bilan ko'payishi oziq-ovqat ishlab chiqarilishini bir necha yil ichida 60% ga oshirishni taqozo qilmoqda. Dehqonlar ta'biri bilan aytganda, semiz, kuchli yerlarsiz bu vazifani uddalash amri mahol. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, tog'larimga sochilgan boy chechagim. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, tog'larimga sochilgan boy chechagim. Bu chiroyni aytgulim qaydan olding? Yuragimga muhabbat kuyini solding. Bu chiroyni aytgulim qaydan olding? Yuragimga muhabbat kuyini solding. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Sochlaringni taraydi shamol suyib, havoningni o'padi qorlar erib. Sochlaringni taraydi shamol suyib, havoningni o'padi qorlar erib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim.
boy chechagim qora qosh boy chechagim yulduzlarday sochilgan boy chechagim chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim Jamolingga termilib to'ysam yorim g'arib boshim ko'ksingga qo'ysam yorim jamolingga termilib to'ysam yorim g'arib boshim ko'ksingga qo'ysam yorim kulib menga bog'ingdan sen qaraysan qo'shig'imla erkalab suysam yorim kulib menga bog'ingdan sen qaraysan qo'shig'imla erkalab suysam yorim boy chechagim qora qosh boy chechagim yulduzlarday sochilgan boy chechagim boy chechagim qora qosh boy chechagim yulduzlarday sochilgan boy chechagim chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim